Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu videoni olishligimizdan maqsad ko'plab videolar jo'natishyapti. Tinimsiz SMSlar kelyapti. Tinchlikmi deb. Ha, tinchlik Kabatulloh joyida turibdi. Sizlar bitta narsani hisobga olinglar. Makka shahri, Madina shahri dunyoning eng tinch xotirjam shaharlari bo'ladi. Hatto qiyomatga yaqin Dajjal chiqqanda Madina shahriga, Makka shahriga kirolmaydi. Haligi sizlar ko'rayotgan videolar, holatlar bu Dubayda bo'lyapti. Dubay bu Arabistonda emas. Joninglar sog' bo'lgurlar, umringlar uzoq bo'lgurlar. Meni lichkan videolar bilan to'lib ketdi. Makka shahri Saudiya Arabistonida joylashgan. Saudiya Arabistoni boshqa davlat. Dubay, Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Ummon, Yaman bular boshqa davlatlar. Eron ham boshqa davlat. Bu Saudiya Arabistoni va Makka shahrida tinchlik, xotirjamlik 100 ga 100.